namozni o'qiydi, fikri hayoli boshqa joyda, xushu huzur degan narsa yo'q, qalb halovati degan narsa yo'q. Faqatgina uni bo'ynidan namoz o'qishlik soqit bo'ldi xolos. Ajr savobidan mahrum bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, sizlarning birlaringiz namoz o'qiydi, namozining yarmi yoziladi unga. Ya'ni butun savobining yarmi yoziladi. Ba'zilarga 3dan 1 yoziladi. Ba'zilarga 10dan 1 yoziladi savobini. Ba'zilarga umuman savob yozilmaydi deganlar. Namozda ajr savobni yozilishi qalbni Alloh taologa bog'lanishiga qaraydi. Shuning uchun namozda qalb xushusi, qalb xushu huzusi eng muhim narsa. Nima uchun Allohu akbar deymiz? Butun dunyo tashvishlarini ortimga tashladim, men Allohga yuzlandim degani bu. Mana shunday ravishda namoz o'qiladigan bo'lsa, mana shunday ravishda ibodatni bajariladigan bo'lsa, ana unda keyin buni manfaatini inson hayotida his qiladi, sezadi bu narsani.